Remontada yo'q, ammo hakam Realga ko'rsatgan qizil kartochka uchun javob berishi lozim. Buni hozir hech kim tushunmayapti. Real Madrid Myunxenda taslim etildi. Arda Gülerning fantastik o'yini va birinchi taymdagi jangovorlik ham qirollik klubiga yarim finalga chiqish uchun yetmadi. O'yinning ilk soniyalarida Arda Güler Noyerning xatosidan juda sovuqqonlik bilan foydalanib hisobni ochgan bo'lsa, 5 daqiqa o'tar-o'tmas Pavlovich bu safar endi Luninning yosh bolalarcha qilgan xatosi ortidan hisobni tenglashtirdi. Gülerning 29-daqiqadagi zargarona jarima zarbasi va Keynning 38-daqiqadagi goli bilan hisob 2-2 ko'rinishiga keldi, ammo Real taymni Mbappening bo'lim oxiridagi goli bilan ustunlikda tugatdi. Ikkinchi bo'limda esa dastlabki 45 daqiqalikdagi otishma kuzatilmadi. Mbappening Trentni uzatmasini o'z uslubida darvozaga yo'llagani va Noyerning seyfidan boshqa asosiy vaziyatlar asosan 86-daqiqadan keyin, aniqrog'i Kamavingaga ko'rsatilgan tushunarsiz ikkinchi sariq va qizilga aylangan kartochkadan keyin boshlandi. Hakam bu vaziyat uchun UEFA oldida javob berish ehtimoli yo'q emas. Bir kishi kam bo'lib qolgan Real o'yin so'ngida Luis Diaz va Olise tomonidan urilgan bir-biridan chiroyli gollar oqibatida yana o'z yurishini chorak finaldan to'xtatishga majbur.